Men UFC ko'ryapman. Meni urushqa deb o'ylaylar. Urush ko'ryapman u. Bir 90% erkaklar shu UFC'ni ko'rganda ajimanalar qilib ko'rishadi. Orada odamlar chiqqanicha reklamalarda. Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugun O'zbekiston vaqti bilan soat 8 da primo efir qilaman. Ikkinchi iPhone'imizni g'olibini aniqlaymiz. Traktor yuradigan odamlarga umuman o'xshamayman, bilasizlarmi? Berib turing aka telefoningizni. So'ramasdan olib qo'ydim, qo'rqmaslikka o'xshatib o'zimni. Qo'rqaman bo'lmasam. Xullas, sharti nima? Sharti akalar primo bilan Instagramimga kirasizlar. Mana 82 ta homiy bor. Shularga obuna bo'lib chiqasizlar. Tak. Mana shu hozir gapirib turgan videomni tagiga kommentariy yozasizlar. Bundan oldingi videomni tagiga kommentariy yozib bo'lmaydigan bo'lib qolibdi. Juda ham ko'pchilik hechkim yozdi, aka yoza olmayapsiz dedi. Aksincha shu videoni tagiga kommentariy qilasizlar. Kech payt soat 8 da primo efirda sizlar bilan ko'rishguncha iPhone'da haqiqatan iPhone'ga muhtoj bo'lgan odam yutsin. Meni qo'lim katta. Oh yeah.